Hop, konferensiyamizning ikkinchi kuni juda ham yaxshi, manfaatli o'tyapti. Barcha ustozlar bilan ko'rishdik, kursdoshlar bilan ko'rishdik, barcha lor jamoalari bilan ko'rishdik. Butun dunyodan tashrif buyurgan shifokorlar bilan fikr almashinuvlar juda ham yaxshi, bahslar yaxshi o'tyapti, juda ham manfaatli bo'lyapti. Keyingi konferensiyalar bundan ham bahslarga boy, yaxshi konferensiyalar bo'ladi deb kutib qolamiz. Biz o'ylagandan ham juda ham chiroyli, yaxshi o'tyapti. Inshaalloh barcha lor shifokorlariga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman.